Mana shu videolarni joylashimdan maqsad o'sha uyimizga kirishga yordam berishni so'rayman. Bizda Xorazmda qonun doirasida ish ko'rmayaptilar. Bizda ichki ishlarda ishlaydiganlar. Mana videolarni joyladim tepaga. Shu prezidentimizga yetib borishini so'rayman. Bloger akalar yordam berishlarini so'rayman. Hozirda akamning uyida turibmiz. Boradigan yerimiz yo'q. O'zimizni uy 2019 dan buyon yashab kelayotgan prezidentimiz tomonidan berilgan uy bor edi. O'shandan chiqarib kirgizmayapti hozir bizni. Shunga yordam berishingizni so'rayman, iltimos qilib qolaman. Prezidentimizga borishiga yordam beringlar. Mana shu videolarni tarqatinglar iloji bo'lsa. Bloger akalar, bloger opalar, sizlarga iltimos qilaman. Menga bo'sh qog'ozlargacha qo'l qo'ydirganlar, videolari bor uchastkoi nozirlar Umidbek degan. Bizni nimalarni yozgan arizalarimizni bizsiz yopib yuboryaptilar. Eshitmadim nima qilib. Menga bo'sh qog'ozlargacha qo'l qo'ydirganlar. Video syomkalari bor, hamma narsasi, isbot dalilim bor qo'limda. Qonun doirasida ish olib bormayaptilar. Faqat bizda yo'q paytimiz o'sha nimaga topshirilganda ilib nimaga qilinganda kirgizmayaptilar uyimizga bizni. O'zimizni yashab kelayotgan uyimizga 2019dan buyon 2026gacha. Iltimos qilib qolaman akalar. Qonuniy chora ko'rib tekshirishlaringizni so'rayman.